Xitoyda Pinduoduo platformasidan tovar buyurtma qildingiz. Endi nima bo'ladi? Buyurtma tasdiqlangach, sotuvchi xabarnoma oladi va mahsulotingizni tayyorlashga kirishadi. Mavjudligini tekshiradi, yig'adi, qadoqlaydi va uni kuryerga topshiradi. Kuryer posilkani Guanzhou shahridagi omborimizga yetkazadi. Bu yetkazib berish muddati jo'natuvchi shahriga qarab 3 dan 7 kungacha davom etadi. Guanzhoudagi omborimizda jamoamiz posilkani qabul qiladi, vaznini o'lchaydi, butunligini tekshiradi va uni mustahkam qutilariga qayta qadoqlaydi. Kerakli miqdorda posilkalar to'plangach, ular guruhlanadi, yuk mashinasiga ortiladi va O'zbekistonga jo'natiladi. Yuk mashinasi Xorgos chegarasi punkti tomon yo'l oladi. Bu Xitoy va Qozog'iston o'rtasidagi chegara. Bu yerda posilkalar dastlabki nazoratdan o'tadi. Shundan so'ng mashina Qozog'iston hududida bo'ylab harakatda davom etadi. Keyingi manzil O'zbekiston bojxonasi. Aynan shu yerda eng sinchkov tekshiruv o'tkaziladi. Mashina to'liq tushiriladi, har bir quti ochib ko'riladi, taqiqlangan mahsulotlar ajratib olinadi va hujjatlar tekshiriladi. Tekshiruv tugagach, barcha yuklar qayta mashinaga ortiladi va u Toshkentdagi omborimizga jo'naydi. Toshkentdagi posilkalar tushiriladi va muhim bosqich saralash boshlanadi. Jamoamiz har bir posilkani tegishli yetkazib berish punktlariga ajratadi. Saralovchilar tun yarimgacha ishlaydi. Siz buyurtmangizni imkon qadar tezroq olishingiz uchun har bir punkt uchun alohida quti shakllantiriladi. Unga shu punktga tegishli barcha posilkalar joylashtiriladi. Keyin bu qutilar mashinalarga ortiladi va kuryer ularni shaharlarga tarqatishadi. Posilka sizning Janapost yetkazib berish punktingizga yetib kelganda, operator katta qutini qabul qiladi va uni ochadi va posilkalarni alohida yacheykalarga tartib bilan joylashtiriladi. Har bir mijozga o'zining yacheykasi, unda barcha buyurtmalar saqlanadi. Operator sizning posilkangizni kerakli yacheykaga joylashtirgach, hammasi tayyor. Endi siz punktga kelib, raqamingizni aytasiz va operator buyurtmangizni mamnuniyat bilan topshiradi. Ana shunday uzoq yo'lni siz buyurtmangiz bosib o'tadi. Xitoydagi xariddan tortib qo'lingizgacha yetib kelgunicha Janapost mehr va g'amxo'rlik bilan yetkazib beramiz.